Bunun dışında silah men nasıl okunuyorum bir videomda bizlar shu Minecraft'da 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Qani, go'unda do'stlar hozir biz birinchi navbatda hozir bazamizni yangilayapmiz, qaranglar, quryapmiz. Ana hozir biz yangi yerga qo'shildik, ya'ni biz bu yerda o'lmay yashab qolishimiz kerak. Wow! Do'stlar, yerda qaranglar. Men birinchi hamma narsani ko'rish uchun albatta chiqmoqchi edim, lekin barqlar yo'qolayotganini hozir sezdim do'stlar. Mana Minecraft qiziqroq deb o'ylayman. Masalan, men FIFAdan chiqarardim. Har xil o'yinlarda sinab ko'rmoqchi edim o'zimni. Internetim. Mesela şu koruyoruz. Görebilişimiz gerek. Yapayım ha. Düzle görebilişimiz. Hozir biz atrofda ko'rdik va 100 kun yashab qolishga harakat qilamiz. Yo'q. Tushib ketdim, lekin bir joy olarkan yaxshuncha qulayroq. Hozirchalikcha men hamma Minecrafterlar qilgan ishni, ya'ni daraxt chopaman, keyin mol doldiraman, ovqat bo'ladi, toshga o'layman. Shu bilan birinchi kunimni o'tkazishim kerak. Bu birinchi kun atiga hali 100 kun yashab qolishimiz kerak do'stlar. Yana 99 kun qoldi. Bu videoning ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz like va obunani bosib qo'yinglar. Hozir biz mana sizlarcha o'ldirishga kelishib va biz buni budan olmaymiz, chunki biz uddaladik do'stlar. Birinchi go'shtni deb xursand bo'lardim, lekin birinchi kunda hali o'tkazdirganim yo'q. Quvonatda bu degan esa biz hozirchalikcha biz hamma Minecrafterlar qilgan ishni qilamiz. Qani go'ma. Hop, bitta bunday kema yasashtirardi, lekin turmayapti ekan hozir. Lapatka ham kerak ekan. Do'stlar, bu kemada lapatka ham kerak bo'lar ekan. Hozir bildim, lekin zato kemani yasadik do'stlar. To'ppa-to'g'ri kemani hozirchalikcha yasadik, lekin o'ta moblar bo'lishi mumkin. Har xil bolta ham bo'laman o'zim bilan. Endi men himoyalanishim kerak do'stlar. Birinchi kundan olib qolsam g'alati bo'lardi. Hoyatda qo'y bor ekan, mol bor ekan. Mayli, tashlab buzilgan portalning yoniga. Ya bunday qilma. Bunday samcha. Menimcha shunaqa susa kerak, ha. Ay, do'stlar, mashum o'xshamayapti. Bunday qilib turadi. İbrahim oldu zaten qirg'oqqa. İbrahim oldu dedi. Sindiramiz va zo'ming yoniga. Mana bu yerda ham qo'ylar bor ekan, aytganimizdek qaytadi. Qaytasana anaqa. Bor, qaytmadi, lekin bizda hozir 3 ta go'sht bor. Yana bitta chopaman vaqtdagi qo'yni ham chopib qaruvchi opitni ham olamiz. Kerak bo'lar. Hozir biz buzilgan portalning yonida edik. Ko'rib do'stlar, hozir bizda nimalar borligini bilyapsizlarmi do'stlar? Bizda deyarli yarim to'lanar. Faqat mana chala portaldan tashqari. To'g'rimi? Biz bulardan bundan nimalar hozir men o'ynayapman. Hozirdan xayrlashni xohlamayman. Lekin men hozirdan video joyda
lekin ehtiyot bo'lish shart. Bo'lmasa zato men hamkorda o'ynamayotgan bo'lsam ham men 100 kun yashab qolishga harakat qilaman. O'lgan taqdirimda ham mayli. Qani hozir biz nima qilmoqchi edik? Suzib borib yangi baza qurish kerak-da. Shunaqa. Tepaga. Zombi bor edi do'stlar. Xaltamay urushib turganmiz. Lekin tachona qila turibdi. Mol baqirib bo'ldi. Qanday do'stlar? Terisdagi paqalaysanlar, ko'shiysanlarmi? Ne bitdik? Uch beramizmi? Ne chora? O'rganadimi yo'qmi hozir bilamiz. Va yo'q o'ldirganmaydi. Sen o'rganasanmi? Tappisi. Kallasi o'ldi. Bitta zarba o'ldi. Bitta zarba, ikkita zarba o'larkan. Zato yemadi. To'g'rimi yemadi? Yemadi. Lekin hozir biz baza qurishimiz kerak. Hozir bironta yuqurib olish kerak. Do'stlar, bo'lmasa hozir 2 minutga qol. Bizni kechadi. Voy. O'ldirgachadi. Do'stlar, buni ikkinchi qismi chiqishi ham mumkin. Qaniga? Hozir bizni o'ldirib ketishdan men qo'rqyapman-da. Просто o'ldirib ketishdan qo'rqyapman. Xolos. O'ldirish xolos. Men